Assalomu alaykum, hurmatli hamshaharlar. 5 bola. Mana Favorani ko'chasi. Shu 5 bola masjid, yangi qurilayotgan masjid ko'chasi. Avtoturist. Gaz, svet, kanalizatsiya hamma yoq kelgan. Mahalla bo'lgan. Mana xonadonimiz sotuvga qo'yilgan. 8 sotikka yaqin. Endi 8 sotik deyapti endi. Kadastrda ko'rgan ekan mana. Tomlar Nerjaveyka yaxshisi yopilgan ekan, yaxshi listda. Shkatulkalar bo'lgan. Montaj svetniki bo'lgan. Arkasidan nima qilib, arkasida ham xod bor, огород. Arkani basseyn narsalar qilib qo'ysa ham bo'ladi. Mana. Xod ikki tomondan xod qilingan. Bag'dan ham mana katta hol. Mana yerdan kirish. Polniy montaj bo'lgan. O'ng tomonda bitta xona. Mana. To'pli pol styajka qilingan ekan, mana bo'lgan. Mana chiqish, montajlar bo'lgan. Batareyalarga ham даже mana shu nimadan qoldirilgan. Mana spalni ichiga ham sanuzli qilingan. Polniy dimoxodlargacha qilingan. Ba'zi ham svetlari montaj bo'lgan. Uy juda katta, bir 10 xonami. Mana bitta katta zal qilingan.